Assalamu alaykum, hörmətli Uyğur TV görülmənləri. Bugün 2019 yıl 9 fevral şənbə. Hazır biz vətənimiz Şərq Türkistanda Xitay kommunistlərə qarşı fəaliyyət qılıb 20 yıl 8 ay Xitay turmusida yetib chiqqan Abdulhamid Uyğur akamiz bilan söhbət qilamiz. Assalamu alaykum Abdulhamid aka, qanaqa ahvolingiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan o'zingiz ekran oldidagi ko'rinmanlarimizga bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq ko'rman qarindoshlar. Men Abdulhamid Uyg'ur, asl ismim Abdulhamid Barat. Sharq Turkistonning Qashqar viloyat Yakan nahiyasidan. Men 1990 yil 4-oyda Barni vaqasi chiqish sababi bilan Barni vaqasidan bir oy keyin Xitoy kommunist taraflaridan bizga qarshi turdi degandi bilan tutqun qilindim. Bu jarayonda 1 yil 7 oy turmada yotdim. Bu jarayonda Xitoylar qattiq qiyin qistoqlarni so'roq qildi. Ondan keyin Allohning yordami bilan turmadan qochib ketdim. Qochib ketib 23 oydan keyin yana takror tutqun qilindim. Bu keyin tutqun qilish jarayonida 20 yil kesildim. Asosan 20 yillik hayotim qamoqxona va Xitoyning Urumchidagi birinchi turmushda o'tib ketdi. Bu jarayonda bugun mening bu yerga kelish sababim shu jarayonda ko'rgan Xitoyninki bizningki siyosiy qahramonlarimizni urib o'ltirayotganlik, har xil usullardan qiynab o'ltirgan zulmni anglish bilan birga Xitoyning har qanday bizning boshqa millatlarga zulm qilganligini butun dunyoga jakarlash uchun bu suhbatga qatnashdim. Allah razı olsun. Siz vatanda Xitoy turmusida 20 yil 8 oy turibsiz. O jarayonda beshingizdan o'tganlarni, ko'rganlaringizni bizga deb bera olamsiz? Bo'ladi, men ko'rganlarimni deb beray. Aldı bilan o'zimning tarjimalimni qisqacha so'zladim, aşağılar shu. Hamda men ko'rgan kishining zulmlar ichidagi eng og'ir zulmlar, hamda turmada har qachon boshqa yerdan og'ir zulm bor, lekin shu zulmlar ichidagi bizningki siyosiy vatanni qutqizimiz deb harakat qilgan qarindoshlarimizni Xitoyning har xil sabablar urib o'ltirayotganlik sabablari bor. Buning ichida siyosiy harakat qilmagan bo'lsa, ijtimoiy mahkumlarni qiynab urib o'ltirgan ahvollar bor. Bu jarayonda men bu 7-8 kishini haqida guvohlik bermoqchi. Birinchisi Ahmad Qarim. Bu kishi Barn jihadninki tashviqot mas'uli. Bu odam shu Barn jihad qo'zg'alishda tashviq qilish jarayonida ko'p kuch chiqargan, ham iqtisodiy jihatdan ko'p yordam bergan, o'zimi diniy ulamo kishi ekan. Men bu kishini 1996-yili birinchi oyda shu Urumchi birinchi turmining qattiq boshlash atida u odam namoz o'qidi deb aytibdi ekan. Shu yerda ko'rdim, men shu vaqtda namoz o'qish sababi bilan qattiq boshlashga kirib qolgan. Buni men o chaqda qo'limga ko'zlab, putimni ishkalsa meni tamg'i qartib 10 necha soat turg'izib qo'yatdi. Lekin o Ahmad Qarim akamiz biroz yeshi cho'ng, ham turbi koni bo'lganligi uchun onun üstüge bu vakalarla keliş tunca emasken, o vakimizde putuğa işgal koluğu köysürüp yatak oltuğuzup koydu. Bu vakimiz her namazga vakti kelgende o bizge qaraydigan cinayetçi başka oğuşlarını çakırıp kolun közünü açtırıp tayammum kılıp namazını secde bilen ruku bilen okudu. Bu vaka 3 gün devamlaştı. Men bolsam örtürüp şu tamaq yoki hojatxona bo'lishda qo'lni ko'zni ag'anlash vaqt tayammum namozni tam qarab o'qidim. 3 kundan keyin Ahmad Qarimni nimaga akatdi? Gupaqqa. Gupaq degan hamda Uyg'ur tilida uning boshqa ismi yo'q ekan, turmagan oyda chiqarib qo'yibdi. Gupaqning qanday o'rin ekanligi? Gupaq bo'lsa bir kichik kamera. Buningda hojatxona ichida kengligi 1 metr 50-60 cm kiradi. Uzunligi shu odamning beşini hojatxona qo'yib yotadi, puti oyoq taqishga qisqa 2 metr aran keladigan bir yer. Shu yerda o akamizni akatdi. Men undan keyin yenib chiqdim. Keyin bizmi namoz o'qish jarayonida yana bir vaqtdan zulmga uchradik. Bu chaqda 17 kishi bir vaqt namoz o'qidik. Undan keyin bir atrat qurildi. Ammo G'ulja 1997-yili 2-fevral vaqasi chiqish sababi bilan butun siyosiylarni bir atrofga yig'ib, u atrofga 10-atrofda nom berdi.
G'uljidan kelgan qarindoshlarimizni ayrim bir etraf qurib, uningga 7-ci etraf bir nom berdi. Shu vaqtida butun siyosatlarni to'pladi. To'plaganda endi Sharqiy Turkistonda bizning diniy dohimiz, diniy rahbarimiz bo'lgan Kerim Qargan boshliq eng oxirisi shu 5-6 ay kesilgan bo'lsin, siyosiy bolalarni bir etraf to'pladi. Shu vaqtidami Ahmad Qarkam namoz o'qib izchil turganligi uchun Ahmad Qarkamni nimadan ko'p vaqtni ekanmidi? U odam izchil namoz o'qib ko'p vaqt yotdi. Men 1997-yili 12-oyda bir jinoyatchi mahbuslarning bizga zulm qilishiga qarshi turish qisos ilish nimasida bir jinoyatchini 2-qavatdan tep tushirib Shu sabab bilan men bu ko'p vaqt bilib 18 kun yotdim. Şu yetiş jarayonida Ahmad Qarkamningki namozni o'nlik qiroat bilan o'qiganligini anglab haqiqatan ta'sirlandim. Hamda bizningki ichimizda shu vaqtlarda siyosiylar shu birinchi turmida 200 ga yaqin siyosiy bor. Shu siyosiylar ichida namozni ashunda oshkor o'qiydigan odamdan shu Ahmad Qarkam bor. Ahmad Qarkam namozni ashunda o'qib, Xitoylar uni boshlaydiranmagandikan, yandiranmagandikan mayli qo'yib aytgan shu ko'p vaqtda. Keyin men yenib keldim. Yenib kelgandan keyin 1999-yili Ahmad Qarkamni ko'p vaqtda bu Gundupaylar yuqoriga esib qo'yib, urib shahid qilibdi. Bu voqea turmoqqa kelgan har bir odam bildigan bir keng taqaldi. Bu ichirish voqeani ko'rdim. Hamda men guvohligim ikkinchi guvohligim Obidjon Obulqosim. Obidjon Obulqosim bo'lsa Qashqar viloyati shahar ichi O'stanboy mahallasidan. O bir oliy maktab o'quvchisi. U bak notiq, ham yoziqchilik qobiliyati yuqori, ziyoli yigitkan. O bola bilan men 1996-yili qattiq boshqarishda dastlabki kelganda tanishgan. Umi izchil turda Xitoy kommunistligiga qarshi har xil usullarga qarshi turib keldi. Bo'lib ishlab chiqish amaliga qatnashmadi. Ular ishlab bersak bizga bular kirim yaratib bergan bo'lamiz. Bu kirim orqali yana bizga zulm qildi deb ishlamay har xil usullarga qarshi turib keldi. 2002-yili yangi turmaga o'tkazdi bizni. Yangi turmaga o'tkazgan jarayonda shu yil Qurbayitda bir faoliyat bo'ldi. Uyg'ur saqchi navbatida o'sha siyosiy mahbuslarning asos qilgan asosda bir ko'ngilish faoliyat o'tkazdi. Onunğa o Uyghur kadr aldın bizge nima qildi, bizga xabar qildi. Benim navbatim keldi. Yetninki 2-nji yoki 3-nji kunisi. Sizlar o'zinglar xushal bo'ldigan bir nima bilan tayyorlab chiqinglar. Bana da biz bir suhbatlashaylik dedi. Ma'qul deb bu men shu vaqtida bir yashasin deb Muhammadjon Rashidning she'rini o'qidim. Boshqa bolalar gayallar ochil degan she'rini o'qidi. Ochilning asl nusxasi kitobdagi emaskan, asl nusxasi haqiqatan yaxshi ekan-da. Anandan o Obidjon Obulqosim degan qarindishimiz bu qo'liga hech narsa olib chiqmabdi, biroz yozmabdi, lekin o yumor orqali haqiqatan bizni xushal qildi ham turmadagi zulmni oshkorladi. Bilen ko'pini biz bilgan bo'lsakmi, lekin ularning oldida deyish ancha oson emasda, buni bunday qildi. Lekin o yumor orqali hammani birini Xitoyning qilgan zulmini bir-birlab so'zlab o'tdi. Ham shuning ichidagi Xitoyning yalig'ini yalab siyosiy mahbuslarga zulm qilayotgan g'alchilar borda jinoyatchi ichidan chiqqan. Ularni shu maydonda yuzga so'kib qamchiladi. Bu voqea o'tib, bir yil o'tmayla buni og'rib qolgan banada doktorxonaga o'tkazib akitib, doktorxonada hafta yotgandan keyin shu yotib kelganlarni dapirishcha bir kun atdigan bomdod namozidan burun ukol esibdi. Qasm ukol. Bu Obidjon Obulqosim qarindishimiz yatoq qilibdi, qolganlar hojat chiqibdi. Kirsa osma tushayotgan badanninki to'liq bir tarafi, ya'ni yerim tarafi, yotgan taraf qop-qora qardab, qon qetib, shaytib ketibdi. Hech qanday tiniq nima yo'q. Buni ko'rgan qarindoshlarimiz o çağda aşkarlamada keyin atat kelgandan keyin bizga masalan bu voqeani ko'rganlar Bayyu deb bir tungan bu G'uljining qo'rg'osliq asosan siyosiy mahbuslar ag'rib qas doktorxonada qaraydi. Yana birisi Xanjishingda bir Shiva G'uljining Chopchal noyisidan Shiva. U shu ishqis shu yerda bo'lg'achqa bo'lgan voqeani so'zlab bergan. Aynan enandan keyin yana bir siyosiy mahbus qarindishimiz bor. O qarindishimizmi bu voqeani deb berdi. Ilhamjon Abdumajid ismidagi. O vaqani shu vaqadagi o sal qo'qab keyinroq dedi, lekin ma ishkaylan burun deb berdi. Hamma odam buni anglab nihoyat qarg'urdik. Ig'ir bir musibat bo'ldi bizga. Xitoylar mushu usullar orqali ko'p qarindoshlarimizni bizning yo'qotdi. Mening ko'rganlarim, anglaganlarim mushu yuqoridan bir nechasi bor guvohlik beraman. Lekin biz bilmaydigan nurg'un zulmlar bor.
Şuna bunu xalqimiz obdan tushunishi, ham turmida qolgan qarindoshlarga ega chiqishi, kim qolgan, o nima sabab bilan kirgan, ularni aniqlashi, ularni surishtirishni qilishi bo'lsa, shunda BDTlarga xat yozish orqali xabar berish kerak. Hozir bu kamplarning zulmida turmini unutib qoldik hozir. Lekin turmidagi zulm kamplarning nechasi ig'ir. Buni turmida chiqqan qarindoshlar obdan biladi, ham biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Mening 3-chi qitim bermoqchi bo'lgan guvohligim Wang Bo deb bir tungan bir mahbus bor. Men shu o'rinda qattiq boshqa atrofda turishdim. 2006-yili men bir ishlab chiqish qarshi turish sababi bilan ko'proq nima qattiq boshqa qamaldim. Bu jarayonda men kirgan yotoqda qog'liqliq Ablatjon deb bir siyosiy bola bordi. O uzun bo'lgan shariat qildi, 3 yilga yaqinlagan. Meni naq shu yotoqqa akirdi. Bu yerga kirsak, u qattiq boshqa turgan qattiq boshqa qanday yer deb uni tanishtirish to'g'ri keldi. Qattiq boshqa degan ishlab chiqish qatnashmagan yoki Xitoy qarshi ustalar Xitoyningki boshqa bo'ysunmagan yoki unda shariat bilan namoz o'qigan kishilar qamaldigan yer. Bu yerga kirganlar putuq ishgal qo'liga ko'ysilgan holda kuniga 16 soat o'rtug'izib qo'yildi. 16 soat tug'izib atdiganda yarim mo'ma. Yarim Xitoyningki hornan hamda yarim mo'ma deganimiz hozirgi miyat ekmekde bir to'g'ram to'g'ri keldi hamda bir to'g'ram nonga to'g'ri keldi. Shunchalik atdiganda shuni berdi, tush tomoq bermaydi. Kechda yana shu yarim mo'ma bilan azroq qaynoq suv berdi. Buningga hamda har qanday bir badani quvvatli, sog'lom odam bo'lsa-mi, bir ishga aylab yiqiladigan gap. Shunday yerda bir tunganni ko'rdim. Tungan bir shalda yetib bog'lab qo'yapti uni. O şalның uzunluğu 2 metr 20 san, kengligi 80 san keladi. Şalның beshida ham oxirida 2 4 halqa bor. Bu halqaga put qo'lni boshligiga ko'z bilan bog'laydi, oyoqqa ishkal bilan bog'laydi. Bu qo'ldagini bir qo'lni tomoq yeganda ochadi, boshqa vaqtda faqat ochmaydi. U Wang Bo qolgan mahbuslarni dapirishcha, u yer to'g'ri 2 oydan eshibdi. O bir qotillik jinoyatlarga kirgan o'lgishlarda bir gunoh bor ekan. Onun deyişçe, bana bu ceza ig'ir ketdi, günah ölgüçüde de şu naq çıdamagan bağın ekan. Lekin bular onun ağzını yoki gapini tingishmasdan bağlab qo'yib, ana zulm qilib qo'ydi. O biraz kallasini ketib qoldi shu zulm dardin hamda. Turib to'laydi, bogo deb. Bogo degan namamiz Xitoycha bildigan odamlarimiz doklad deb to'lgan bo'ladi. Bogo so'jan deb to'lsa, u yataqdagi uning qaraydigan nazoratchi, jinoyatchi onun ağzını jobo bilan tingib siriq cho'ng jobo var. Shu joboni bog'lab tingib, ana lekin uni o'chkishlab urdi uni. Biz ko'rib turamiz. Haqiqatan ishimiz og'riydi, lekin uni qarshilik qilish olmaysiz biz. U ashunda zulm tortib, men shu vaqtida 1,5 oy yaqin shu yerda turdim. U shu shalda yotaverdi. Keyin men ketgandan keyin anlasak, u ashunda o'lib ketibmiz. Chunki Xitoylar zulmni faqat shu Türk musulmonlarga emas, her qanday bir Türkistan'da yaşayotgan barliq insonlarga zulm qilib kelyapti. Bu jihatda buni misol keltirib ko'ramiz. Bundan boshqa ko'p ahvollar bor, lekin mening ko'zim bilan ko'rgan ahvol mushu. Mening kamda 4-chi guvohlik beradigan kishim 4-chisi Mahat Hasan. Mahat Hasan bu qarindishimiz Barn vaqasidagi bir qahramonlik ko'rsatgan bir yigit. Bu Barn vaqasidagi kichik bir qurolliq atrofning boshlig'i. Bu dinda yoki panda jiq saviyasi bo'lmaganligi uchun oilasidagilarning oldishi bilan o jihad oxirlashgandan keyin asirga tushib qochib ketgan taqqa, qo'lda qurol qochib ketgan. Lekin buni oilasidagi odamlar Xitoyga xizmat qiladigan kadrlar bo'lganligi uchun ularni jiq oqibatni o'ylamaydi, oz kesib qoladi deb o'ylab bolasini aldab akilib Xitoyga tutib bergan. Buni Xitoy 2 yil kechtirib o'lim deb kesib ekan. Men basam turmada ekan, shu yerda ko'rdim, ko'rishdim. Keyin bir yotoqdan turib qoldik. U Mahat Hasan hamda Barn vaqasida turmaga kirganlar ichida biroz saviyasi to'van qiziqqan bo'lganligi uchun turmaning Xitoyning aldashlariga biroz oldinib ketib, ular moslashib qarindoshlarini uning uchun chiqib qo'ydigan. Ya boshqa nima nachar shug'ul ahvollar shakllanib qolibdi unda. Onun qancha biz tarbiya qildik, lekin anglab ololmadi. Shundaqdimi Xitoy menga bir bossashdi deb uningga hayot yashab fursati bermadi uni. Ashunda tusimi bu bizni aldayotdi deb qarab ko'p qitim guppaqda yotdi buchu. Nurg'un qitim tayoq yeb zulm tortib guppaqda yetib ig'ir kasallikka duchor bo'ldi. Tuberkulyoz
aydiz, yana boshqa qon ozliq degandek men uchrashganda 5 xil kasallikka uchrab ekan bo'chum. Men buningdan 2005-yil arilib ketib atatni boshlash sababi bilan 2011 yana bir atat kelib qoldik. Shu ishlash jarayonida deb tanishgandan keyin ancha-muncha paranglashdik. So'rasam, shunda ma'atratni ketgandan keyin menga bir egri zulm qilib ko'p qildik, shunda bo'lib ketdi. Qarasam, haqiqatan burungi ahvoli yo'q. Nihoyat ojizdab ketibdi. Lekin aydiz ekanligini bizga demadi hamda deyishni nomus qildi bo'lish kerak, kerak. Atratning odamlari biladi ekan uni, kadrlar keyin doktorlarni deb o'qidik uni. Amaliyotda buning aydiz bo'lib qilishi aqlga sig'maydi. Nima ish qilsa, u barni vaqasida 90-yil 4-oyda asirga tushgan. O aydiz bo'lgan vaqt qachon desa, uningki 2008-2009ga to'g'ri kelgan. Bu hozir meditsinaning nimasida aydiz kasalini badanga yuqib, eng kichikkandimi bu 2-3 yil qama oshkorlandi ekan bo'chu. Demak, u vatanda turmaga kirishdan burun aydiz emas, sirtda sog'lom kirgan. Xitoylar mushu aydiz orqali nurg'un qarindoshlarimizni yo'qotib ham yo'qotadi. Shuning misoli shu Maxatasondan birisi shu hamda. Demak, 90-yil 4-oyda kirgan odam 2008-yilda aydizda oshkorlandi. Bu jarayonda turmada aydiz kasallik giriftor bo'lgan kishilar yaxshi kutilsa 7-8 yil barjat bo'ladi degan. Yaxshi kutilmasa tiz dunyoning turmaning sharoiti tuvan bo'lgan degan, bularning siyosiy mahbuslarga nachar muomala qilgan degan Xitoylar. Bu bir til bo'lsa o'g'irlab ketibdi. Keyin doktorlar akatdi uni. Men shu yilning oxirisi o'ti tosh sababli doktorga bordim. Xitoylar bildimi bilmadimi bizni yandash yotoqqa soldi. Maxatasonning yegan narsani qusudi, ham aydiz kasalini o'lgan ahvollarni ko'rganlar bo'lsanglar bilasizlar buni. Haqiqatan buning badanda quvvat qolmagan. Meni ko'rib bunda sharatni orang qarab naydi bir farqat qilib bo'lmaydigan bir ovozda gap qildi. Men salom qilib o'tib ketdim. Shu yerda 3-kunisi o o'lib dunyodan ketdi. Demak, Maxatasonni misol olsak, Maxatason Xitoyga burun harakat qilgan bo'lsa-mu, keyin uning ichida o'zining qilmishini pushaymon qilganligini ifodalab Xitoyga moslashgan. Shundaqda Xitoy uni yashashga fursat bermay axir aydizdan o'ldirib oxirlashdi. Demak, buningdan har qanday bir qarindishimiz, endi men Xitoyga ishlasam, menga bir yaxshilik kelib qolarmikan? Bular menga ham oilamga bir nim beramikan degan umidni bo'lmanglar. Bunda umidsiz haqiqatan xatolashgan bo'lsizlar. Xitoy Uyg'ur bo'lgan har bir musulmon emas, Uyg'ur bo'lgan har qanday bir qavmni toki shu Xitoy bo'lib, yo Xitoyga tekkicha, yo Xitoyning og'icha shunchasi qo'ydi bo'lmasa mumkin emas. Ta shu o'lgishlik aram bermaydi. Shunga Xitoyga ishlayotganlar bo'lib qolsanglar, balki hamda hozir oz deymiz, lekin bilmaymiz. Bo'lganlaringlar bundan ibrat ilinglar. Chunki Xitoy hargiz ishladi menga deb rahim qilmaydi. Seni ishiltib olgandan keyin seni boshlangan qo'llarni yo'qotib, uni yana bizning qo'l yo'qotib hargiz sizlarga bir manfaat bermaydi. Sizlarga emas, oilanglarga manda aromlik bermaydi. Meningki guvohlik bermoqchi bo'lgan 5-qarindishimiz Abdusalom Abdullah. Abdusalom Abdullah G'ulja Qo'rg'as noyis degan. Men buni burun tonimayman. Men shu 2011-yili shu doktorxonada yotgan vaqtimda Mantuga yataq akirdi. O kirgan vaqtida haqiqatan hushini bilmaydi. O'ralab ketgan, ham tini ojiz, hushini bilmaydi. Yataq akirib olgandan keyin uni jinoyatchi doktorlar temperaturasini o'lchash uchun termometrni akirib, uning og'ziga sepmoqda badanni go'shilmagan degan. Qo'ltiqni qismoqda bo'lmadi. Ondan keyin maqatga tiqib maqatni o'lchab ololmay asmakul asdi. Shu jarayonda 2 mahbus, ham biz Xitoychani azob o'qigandagi ularning suhbatidan o'qdim. 2 mahbus Abdullah Abdusalom haqida, Abdusalom Abdullah haqida bir suhbatlashdi. Nim bo'lib bu hol kelib qolganligini deyish o'tdi. Uning deyishicha Abdusalom Abdullah turmaga kirgandan keyin Xitoyning zulmiga izchil boshagmay qarshi turib kelgan. İşlep çıkışı qatnaşmagan, hatta qo'ldan kirish ashyo diniy shug'ullangan. Unda bo'lgandan Xitoylar buni ko'paq qamagan. Ko'paqda ko'p qitim ajr e'lon qilgan. Tamoq yegil unmagan. Hatta tamoqni burnida shilan bilan o'mashlarni qushgan bo'lsa-mu, keyinchi u ummamagan. Ma'magandan keyin doktorxona shu akaga vaqti, men ko'yga vaqti shu ekan, haqiqatan ojizlab ketibdi. 1 soatdan keyin
ikki mahbus palanlashtirganda keyin teshdan birisi kirdi. Mahbuslarninki tizimlaydigan qanday mahbus kim deb qolgan. Bu mening orqamda siyosiy, bu uning siyosiy bo'lgandan keyin akirganlarni ochiq tashkilot Abdullarni achkatdi yataqdan. Men haqiqatan nihoyat bek ig'ir qayg'urdim qolsam, biz qo'limizda ish kelmadi. Faqat beshida azroq men boray desam jinoyatchilik qo'ymadi. Ben faqat ishim duo qildim Allohga. Chiqib ketdi. Men doktorxonaga yenib keldim. 3 kundan keyin meni doktorxonada boqqan mahbus doktorxonaga berib kelish jarayonida shu Abdullarninki shahid bo'lib ketganligini dedi. Bu yerda hozir masalan bir necha ulamo ustozlarning shu turmada shahid bo'lgandan keyin namozini bir şey tushish uqdiq. Lekin aningdek o'lib ketib qolgan nurg'un qarindoshlarimiz bor turmada. O yo'shinib qilyotdi. Uni aniqlash ne urug' tuqqanlarning qo'lidan, ne boshlangan qo'lidan kelmaydi hozir. Shunga urug' tuqqanlarni bala imkon bola bu chetga chiqqanlar, mush guvohlikni bildi bersanglar, falan tuqqanim bordi, turmada, bo'z falan atratda manda ishdan kirgan deb. Hem bo'lsa bir Alloh taolaning rahmati bilan dunyo buningga bir nim qilsa, ba'zi Uyg'urlarning tashkilot rahbarlari bularni munosib o'rinlarga topshirib bersa, balki aniqlashi mumkin Alloh xolisa. To'sab qalan bo'lsaqmi, ismim bo'lsa, nimaga qilib qolsa biz bu paket bu hamda. Enandan keyingi 6-chi guvohlik beradigan qarindishimiz Abdurahim Qashqari. Buningki asli ismi Abdurahim Tursun. Bu qarindishimiz Qashqar viloyati Yengishar nahiya bozor ichidan. O'zi yakka tijoratchi, xil pul topgan boy, millionlab pul bor bir qarindosh. Bu ko'p vaqtini Xitoyning kodi ishlar o'tkazibdi. Shu yerda pul tepib tarixlashlar bilan pul tepib yuribdi. Keyin shu vatanda asosan 90-yildan keyin Xitoy qarshi turish asos umumlashdi ya. Shu sabablar bilan boshqalarning da'vat bilan bo'lsin yoki zulmning ig'irligidan bo'lsin, u qilinishimizni uyg'onib, tijoratini tashlab, shu Sharq Turkistonda Xitoy qarshi harakat qilganlarga ishkirlik lozim bo'lgan narsalarni ichib qo'yibdi ekan. Shu sabab bilan buni muddasiz kesibdi. Biz shu turmada tanishdik. Tanışqandan keyin 2011-yili bir etap turib qoldik. Bir etaqdan bir mezgil turdik. O'zining qisqa ahvolini deb berdi. Haqiqatan o'zimiz botir, jasur qarindosh ekan. Ustiqonlik ham Uyg'ur yigitlarga xos kuchlik birodar. Ham qo'rqmas. Uni asosan boshqarmay kelayotgan qarindishimizdan birisi edi. Lekin Xitoy buni shu boshqalarga yomon ta'sir berdi deb qarab izchil turda qattiq boshliq solab qo'yib, qattiq boshliqsiz chiqmay shunda qiynab keldi. Ham qattiq boshliqning atratdagi ham turmining o'zida bir qattiq boshliq atrati bo'lsa, har bir atratning o'zida bir qattiq boshliq yotqi bor. Bular ishlaganda, tanatqanda normal qog'alliga o'xshab berib ishlaydi. Kechdi kelganda o'rindiq o'ltirdi. Qachon shu tamoq vaqti bo'lsa, yoki yotgan vaqti bo'lsa, shu vaqt turdi bo'lmasa, kichik bir o'rindiq bor. O'tg'izib qo'yildi. Bu bir qiynashning oddiy usullari hamda. Bu qarindishimiz ashunda zulmni ko'p tatgan qarindosh. Bu 2011-yili Xitoy kommunist jazoatlari burundan olib kelgan siyosiy mahbuslarni turga ayirib, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajadan tashqari deb olib kelgan 5 darajaga araydi. O Abdurahim Qashqari bo'lsa, shu 4-darajaga olgan kishilarning birisi. Bizning o'xshash shu qatorda. Xitoy kommunistlari buni qarab muomala qildi. Aslida bu bir aldash. Birinchi o'g'illardan nurg'a o'lib ketgan qarindishimiz bor Xitoyning zulmiga uchrab. Lekin hamda bizning ko'pimiz sodda bo'lganligimiz uchun bularma yuzlardan kelgan o'qish nimasi Xitoyning nimasini tushunmaydigan, Xitoy tilini bilmaydigan, maktablarda o'qimagan qarindoshlarimiz asosan tushunmay oldinib ketib, bunda bir javob qasam qo'yib turdi deb o'ylab, gayanda ular maslashib ishlab turdigan yoki bor bizga zid ishlarni qilib qo'ygan ahvollar shu sababdan kelib chiqqan. Xitoy bundan foydalanganligi uchun shu bizning darajaga olgan. Ham bu qarindoshlarimiz unda muomala qilgandan keyin birinchi bularga kelgan paytda birinchi kishilar bir oyda bir ko'rishdi oilasi bilan. Ikkinchi, uchinchilar 2 oyda 3 oyda bir ko'rishdi. To'rtinchilar 4 oyda bir ko'rishdi. Sen u deydi Abdurahim Qashqari sen nima deb bizni ko'rishtirmaysa biz oilamizga kelib qolsa, biz ishlayotgan dursak deydi. Ham magazinga biraz ilişkimi onu apamaydı. Şu sebeple uğraşıp kaldı. Sen bizi bu şunca zulüm yetmese, yani bizim bunu işte kıynasan, ben bunu işini kılmayma deyip uğraştı. Şunu ona etrafını eketti onu. Ekitip katlık başvurusu etrafıge kalmadı. Şu vakti katlık başvurusu etrafı bizden olduğun belanı, bizden kalmayan belanı ki 3. kavat dedik yani. Yani uyarda bir avaz bolsa,
tik alınıdı, tegrik ülük avaz tebiga alınıdı. Aşında bir münasebeti var, bir bina bo'lgandan. Bu qilinishimizni akitib, bir haftadan keyin bir kechada yerimlashganda bir qattiq bir ovoz, vaqirga ovoz chiqib ketdi. Eng oxirida shu bu ovoz 1 soatdan ko'p davomlashdi. Eng oxirida ig'ir bir chaqirgan ovoz bilan bu ovoz to'xtadi. Biz aytsa angladikki, shu qilinishimizni urib shahid qilibdi. Uyg'onlar ichida atrofning gundipaylari, Uyg'urlar bor, Xitoylar bor. Andan keyin boshqa turmuq mas'ul gundipaylardan tortib bor. U yerda bo'lgan voqea faqat u birla emas, pat-pat anglab turdi ahvollarni. Abdurahim Qashqari qarindoshimiz mush sabab bilan shahid qilib dunyodan ketdi. Bu hamda jiq kishilarga qo'ldan kelish yordam qilgan boy bo'lgan ekan. Ham kafirlar boshqa izchil qarshi turib kelgan kishilar bo'lganligi uchun jiq mahbuslar tonaydi, uni siyosiy ballar. Ham uningga hurmat qiladi. Ham ko'pimiz duo qildik, u shahid bo'lib ketgandan keyin. Boshqa amal qilib beramadik, lekin ko'z oldimizdan bir qahramon yigit mush sabab bilan yo'qolib ketdi. Buningdek misollar haqiqatan ko'p. Biz turgan atrot bir bo'lgan bilan bir turmashida 25 atrot bor. Oshunda bir yilga oshna atrotlar birdan ikkidan shahid bo'lib ketsa, yilga 50-60 odamdan shahid bo'lib ketadi. Meningki guvohlik bermoqchi bo'lgan 7-qarindishimiz Kirim Qarim. Kirim Qarimni asosan Sharqiy Turkistonlik ko'p xalqimiz o'zini ko'rmagan bo'lsa ismini biladi. Chunki Sharqiy Turkistonda uzun yil da'vat qilgan, islomni yetkazish uchun ham 27 yillik hayoti Xitoy turmusi o'tgan. Bu ustozimizni hozir Uyg'ur medialarida ko'p tashviq qilyotdi. Haqiqatan tashviq qilishga tegishli, o'rganishga tegishli bir zot. Bu Kirim Qarim ustozimiz 1990 yilda Barn voqeasidan keyin Barn voqeasiga qutroq qilgan degan nim bilan tutib akitib, keyindan Sharqiy Turkiston Islom Islohotchilar partiyasi qurdi degan banalarni otdi. Shu ishlar qo'lga olgan ekan. Men basam turmadi ekan. Men tunji ko'rgan vaqtim 97-yili turmadi bir yangi atrot quruldi, siyosiy atrot. Shu atrotda tunji qitim ko'rdim. O ustozimiz haqiqatan bizning Turkistonga emas, butun dunyo musulmonlariga diniy dahi bo'lishga loyiq bir zot. Chunki hozir anglayapsizlar, ko'p kishilar uning tarixini yozdi. Ham amaliyotda turmada Xitoyning turmusida shunda turalish oson emas. Sahobalar bo'lsa-mu balki shunda turish mumkin endi. O ustozimizning men ko'rgan taraflari ham men birishdan burun o kishi Gubbaq ekan. Gubbaqningki oq o'ylisida kalavaqidi degan bahona bilan shu ayrim qamabdi. Boshqa mahbuslar qassoq bu yomon ta'sir berdi, yana din taqdir deb qo'rqib shu yerga ayrim qamab qo'yapti. Asosan turmadagi siyosiy mahbuslar o'sha ustozimizga bir anglaytiq ko'p onlarda. Keyin 97-yili atrotni birlashtirish bilan birga bizni atrotga akeldi. Bizni atrotga akelib, bizningki yotoqning qarshisidagi bir yotoqda o Kirim Qarim, Jamal Qarim deganimiz va Barn voqeasiniki askar qo'mondoni bo'lgan kishi o'tirmada qolib qolgan hozirni bo'lsa o'qmadik. Aysa apadim, O'tkir apadim bular bo'lsa Sharqiy Turkistonningki 90 nahiyasidan Sharqiy Turkiston Haqqoniyatchilar partiyasini qurib Xitoyga qarshi harakat qilgan, shu sababdan ular turmada qolib qolgan. Endan keyin Gumuluq Muhammad Sadir bu Xitoyga qarshi tashkil qilib harakat qilgan. Shularni ayrim qamagan bizning yataqning o'diliga taqdi. Biz bular bilan burun ancha-muncha ko'rishdik, keyin shu tamoq olganda, ishga ichilganda bir salomlashilgan, bir narsa almashtirilgan. Andan keyin biz diniy jihatlarda yoki siyosiy jihatda bir masala duch kelsak, gap so'raydik shulardan. Shular qo'ldan kirishcha shu yerda bilganicha javob beradi. Biz shu bo'yicha qilibdik. Bu ustozimizni bu 10-tarafdagi siyosiy mahbuslar bilan hurmatlaydigan gapini anglaydigan, buni bizga qarshi qo'zg'atishi mumkin deb qo'rqib, keyin akatdi 3-turmaga. 98-yili aytiyazda akatdi, shundan keyin qaytib ko'rib boqmadik. Lekin shu ketgandan keyinmi boshqalardan anglasak, shu birinchi turda qanday tug'an bo'lsa, o'sha yerda shunda diniy ibodatni joyida qilib,
qo'ldan kelishicha mahbuslarga haqni yetkazib o'tabdi. Bunda bo'lgandan keyin Xitoylar bu ustozimizni ayrim yerga qamab, boshqa mahbuslarga bir yerda qo'ymay, ish qapasi ayrim o'tqizib qo'yib bir yonda ishni egasi birga kelib, shunday qilibdi. Keyin qarindoshlarimizni gapirishicha, bu Xitoyning bu zulm qo'lligiga qarshi bir narsani ajrag'an qilib bo'libmi, bu yil to'shab 5 yil ketib qo'ygandan keyin ko'p qitim ajrag'an qilgan soat sonimi 200 necha soat deydi. Hamda haqiqatan buni hayot inson tizimiga ta'sir qilingandi. Keyingi ahvollarni men bu Kerim Qarakamning qisqa tarjimalida yozdim. Uni ko'rib olsanglar bo'ladi. Lekin aqibati ahvollari shunda turish orqali bir diniy dahiga xos holda Xitoyga bashagmay, shuning ichida tashviqot qilib, dinni yetkazib turib kelganligi uchun 2017-yili qiynash usulidan shahid qilgan bo'pti. Uni biz keyin uqdiq. Demak, bu ahvollardan bu shundoq Kerim Qarakamdek uning yetmisi nurg'un diniy ustozlarimiz, masalan Abdulat Maqsum hojim deymiz, xo'tallik, yana Abdulatxon Maqsumda yana bir kisi bor, g'uljilik, 92 fevralga yetakchilik qilgan ustozimiz. Undan boshqa biz o'qimaydigan nurg'un shu Xitoyga qarshi kurashlarda Uyg'ur musulmonlarini Xitoyga qarshi yetaklagan nurg'un ustozimiz Xitoy turmusida shahid bo'lib ketdi. Bularni bilganlaringlar, guvohlik bersanglar, munosabatlik Uyg'ur yetakchilar rahbarlari uchun shu BDD bo'lamda bu yerga sunsa, Alloh xolisi kun tekshirish bo'lganda shularning ismi chiqqandan keyin ish bo'lmasa nima sababdan o'lib ketganligini so'rash qilib bo'ladi. Buni qo'qab demasanglar, bular shu yerda hayotdan ayriladi, hech kim uni qara olmaydi. Mening ko'zim bilan ko'rganlarim mushu ahvollar. Lekin men bilmaydigan ahvollar jiq. Chunki Sharqiy Turkistonda 30 ga yaqin cho'ng turma, 200 nechaga yaqin qamoqxonalar var. Mesela her bir naide, Bintüve oralarında, mesela çoğun şehirlerde qamoqxona birinci emas, hatta 4-5 yer qamoqxona var. Şunu qatkanda 86 naide, birden 86'sı bo'lgandan sırt, 17 şehirde az bo'lganda 7-8-10'dan aşkarlanmagan qamoqxonalar jiq deydi. Demek 200'den aşıdı. Bu jarayonda bu yerda urib o'ldirilgan, qiynab o'ldirilgan yoki kesip turmuda o'lib ketgan ahvollar favqulodda og'ir. Hozir men kompaniyaning zulmi dunyoga oshkorlangan bilan turmuda besilib qoldi. Shu turmudagi tuqqanlar bor qarindoshlar dadil kelib guvohlik beringlar. Alloh nasib qilsa shu qarindoshlarimizningki bir ismim bo'lsa yozilib qolsin tarixga, balki necha o'lib ketgan bo'lishi mumkin, unutilib ketmasin. Men oxirida bir shu zulmlar mujassalashgan bir she'r o'qib beray. Munojatnoma. Ey ulug' Robbim rahim qil Sharqiy Turkiston xalqiga. Qutqazgin qonxo'r Xitoydan yetkil xalqimning dardiga. Ko'ranglamakda pas Xitoy sandin tinib, elni qirib, ya isloh qil, ya halak, qo'yvatma amdi mayliga. Ochtibakmu haddidin, ochko'z qonxo'r jallod Xitoy. Oylandi zindonga go'yo iflos Xitoy bosqonli joy. Yajuj va Majuj kabi azvaylimekda qon ichib, qirmoqda elni cho'ng kichik yo ayol deb ayrimay. Samrigachga och Xitoy bulab talab va qon sho'rab. Patmidi amdi jahonga go'yoki Chingizni dorab. Qirmoqda xalqimni shu an quritmoq uchun naslini Allomadak olimlarni yo'q etdi zindonga solab. Öldürer, elni zehirlep, apyun ve aydiz tarqıtıp, atmakta miltiqlar bilen köplerini terörga çetip, çıkırıp qalliq siyaset, planlık toğut dep at koyup, katliam kılmakta her gün sansız bovaklarını kırıp, mecburlap xalqimni İslam aqidimizden yandurup, burmulap tariximizni ecdadimizden tandurup, niyeti qabih Xitoyning manguga qo'l qilmoq uchun misli robot manqurt qilib avlodimizni azdurib. Dapsanda qildi dinimizni, masjid madraslarni taqab, muqaddas Qur'on Karim, hadis rasulni burmalab, birimizga yuzni chatdi, chiqsaq agar ko'krak kirib, din vatan millat uchun qilsaq kurash yo inqilob. Yurtimizga köpligen kavak pahiş xana kurup,
Karşı tursak kıynadı, hatta ki öldürdü urup. Attı zindanga günahsız, sansız oğul kızını tutup, kesti müddetsiz ceza, yalgan cinayet uydurup. Buzda ahlak, kaide, mizanımızı çiritip, zorladı kımar harakka, seherledi epyun setip, kim ana karşı durup, toxtat bu iflaslıkını dese, halısa zindanga attı, halısa öldürdü etip. Ey uluğ, Allah yarattın, Uygurunu mu insan kılıp, İn'am kıldın şunça köp, kengrizimin baylık birip, velikin yurtumnu bastı, açtoy muğur, callat Xitay, kıynamakta kul kebi, halkımını zar zar yığlatıp. Ey Allah'ım, Uygurumga yok sendin başka yer yölek. Yoktur halkımni Xitay'dın kutkazgıcı sendin bölek. Tiz yokat callat Xitay'ni dünyada nesli kalmasın. Sen kahharsen, sen cebbar. Alemde fakat sen lahak. Rahmet meninki söhbeti bir şey akıllaştı. Abdullah aka, bugünkü söhbetimiz nəhayət yaxşı oldu. Guvalıqtıma intayın yaxşı təfsili vədiniz. Allah sizden razı olsun. Şunda hörmətli görürmənlər, bugünkü programımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qədimlik programını görüşsə aman bulunlar. Çeki yok mu? Çeki yok mu bu tengsizlik devrinin? Çeki yok mu bu zulümün cebirinin? Çeki yok mu bu balayı kebirinin? Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Ey Uygurum, sen gömügen ne kaldı? Mal mülkünni, yer yurtunni yav aldı. Yavның kasti canınla takaldı. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Xitay seni her gün kılar katliam. Zulümladın zar yığlaydı el avam. Kaçangıça kılıdı zulüm davam. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Yaşlarını ovlamakta ovçıla. Pul hukukka özünü satkan galçıla. Tozaqlarda can vermekte kançıla. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Türkistan'da cihat bariz emasmi? Cihat üçün Xitay bizge yetmesmi? Aciz kelsek Allah yardım vermesmi? Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Qanxor Xitay qiynamakta canını. Yalmağızdek şormakta qanını. Hiç bilmedim saklaysan kimini. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Köp xandanlıq dövlət qurğan Uyğur sen. Yavğı səddəçin soxturğan Uyğur sen. Niçin bugün kol qoşdurup tursan? Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Bütməz zulüm yav bilən can qılmısan. Əcdad gibi cəngahqa at salmısan. Qanxor callat yavdın qısas almısan. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Can qılmısan hörlük özü kemmeydi. Teyya tapqa haqmı yardım etmeydi. Xitay yurtna bika taşlap ketmeydi. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Qacar Xitay sen atlansan cihatqa. Hemme birdek at salsan ger cengahqa. Çin tevekkül kılsan ulu Allah'a. Çeki yok mu bu çıdaşının səbirinin? Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq həmnu sanalar bizge qaləm bilen yezishni öğretken Allah'a bolsun. Qulungizdagi Qo'zg'al Ahli Turkiston nomidagi bu asar Sharq Turkistondagi Jallat, Xumpar Xitoy ishg'oliga qarshi qo'zg'alishga chaqiriq shakldagi bu kitob xalqimizning Xitoy tarafidan uchirgan zulm, xo'rliqqa qarshi turishni va mavjudiyaning dushmani bo'lgan razil Xitoyga qarshi amaliy harakatga otlang'usi. Uygan Uyg'ur, qan yig'laydi xalqing vatanda. Sen bir perva yürersen chatta. Qachong'icha yotsan Uyg'ur, bangiladek uxlab g'aflatda. Sana nasib bo'lgan bu hijrat, emasmi o sen uchun fursat? His qilamsan yoki sen uni ajal qistab kelgandi faqat. Olim bilib parazitlarni, yo'lboshchim deb sen xoinlarni, o'tkizamsan kuningni boshqa, ulpat tutib sen jahillarni. Untudunmu türmelerdeki nuzugumdek cesur kızlarni, din ve vatan milletin üçün
candan kechgan mard yigitlarni. Untudingmi seni o'stirgan ota-ana qarindoshlarni, seni kutib intizor bo'lgan do'st birodar yurtdoshlarni. Mazlumlarning ohi tutmasmi? Rabbim sendan hisob olmasmi? Yo'llaringga talmirganlarning umidlari yerda qolmasmi? Uyg'on Uyg'ur as ho'shingni top, kun o'tkazma bikaga o'ynab, yurma amdi qumdak chechilib, birlash, tirish, izla, chora top. Yav qo'lida qoldi vataning, asoratda qilib qoldi xalqing. Uni yovdan qutqizmoq sening imoniy va insoniy qarzing. Asli islom yurti Turkiston, Uyg'ur azaldan musulmon. Uni qo'g'dash sana farzdur. Bo'lsang agar haq so'yar o'g'lon.